Nega qalblarda rauf, mehribon va rahim degan sifatini Alloh o'z sifatidan janob Rasulullohga qo'ydi. Ana shu bilan butun umr jonlari tillaridan chiqquncha xizmat qildilar. 23 yil. Bugun dedilar: "Ey ummatlarim, Hazrati Jabroil oxirgi oyatni olib keldi. Bunda sizga dinni komil qilib berdik" deb oyat berdi Alloh. Mukammal bo'ldi din. Ey Allohning habibi, vazifalaringiz muborak bo'lsin, Alloh dargohida qabul qildi. Siz habibsiz, sevikli bandasiz Alloh. Sizni ya'ni berilgan kitob mukammal bo'ldi deb aytgan oyatlarni jumaga xutbaga chiqib janob Rasululloh bugun akmaltu lakum dinakum, sizlarning diningizni mukammal qilib berdim degan oyat keldi deganlarda Hazrati Abu Bakr Siddiq o'xrab yig'lab yordilar. Shunday o'xsinib dodladilarki, "Ey Abu Bakr, ad-din mukammal bo'ldi, nimaga yig'layapsiz?" deb sahobalar so'rasa, bu odamning vazifasi tamom bo'ldi, endi Alloh olib qo'ymasa edi bu janob Rasululloh. Bularning ishlari tugabdi, endi olib qo'yadi. Men ko'nglim sezyapti deb dod yig'ladilar, sahobalar ham yig'lashdi. Endi rozi bo'lasizlar 3-4 minut Hazrati Bilol Habashiy bor edilar. Sofi, ovozlari nihoyatda ko'rkam. Alloh shunaqa go'zal ovoz berganki, azon aytganlarda beixtiyor odamlar yig'lar ekan. Har azon aytganlarda shunday tushar ekanlar, "Assalomu alaykum ya Rasululloh" deb joni fig'onlari bilan ichki butun borliqlari bilan yaxshi ko'rgan ekanlar. Yaxshi ko'rgan ekanlar. Haqiqatan Hazrati Jabroil alayhisalom janob Rasulullohning jonlarini olib ketib dunyodan o'tganlardan keyin ya'ni chiqib azon aytib har salom berishga odatlanganlar. "Assalomu alaykum ya Rasululloh" men deb salom beraman sizlarga janob Rasululloh yo'q. O'sha yerda necha marta hushlardan ketib qolgan ekan. Suv sepib ularni o'zlariga keltirish ekan. Oxiri chidomablar ketib qoldilar. Ya'ni Makkadan bir necha chaqirimlarda qishloqga o'sha yerga kapa tutib, o'sha yerda ibodat qilib, tarki dunyo bo'lib yig'lab o'sha yerda ibodat qilarganlar. Juda muddat o'tib ketibdi, taxminan 3 oydan ortiq. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam tushlariga kiribdi. "Ey Bilol, men seni ko'p sog'indim. Nega kelmaysan Makkaga? Men o'sha yerdaman." deganlarni yarim kecha degan shartda turib tahorat qilib, tuya minib cho'q qilib xotinlar aytdi: "Ey Bilol, namuncha shoshasiz, ertalab tong bo'lsin, borarsiz" deganda, "Yo'q, men janob Rasululloh chaqiryapti." Shu tuyani bostirib cho'qqilab borib, Xudoning amri rahmati bilan Bamdod namoziga azon aytadigan paytga yetib boribdilar. Hali Sofi ham tayyor bo'lib turgan ekan. "Voy Bilol, keldingizmi? Ovozlaringizdan o'rgilaysiz" deb yig'lab, Sofi marhamat tabarruki bering, Bilol sizni ovozingizni sog'indik deb Hazrati Bilol Habashiy chiqib Allohu akbar deb azon etsalar, o'sha yerdagi Makkadagi butun ummatlarni dodlab kelibdi, janob Rasululloh kelib qoldilar. Hammalari kelib Bilol Habashiyni bag'rlariga olib hillab dodlab urdilar. Janob Rasululloh kelib qoldilar. "Keldingmi Bilol? Sana ovozlaring janob Rasululloh davrlarida yayrardi. Sana ovozingni eshitib janob Rasululloh ham kelib qoldilar" deb o'ylab biz deb hammalari dodlab yig'laverishibdi. O'sha yig'idagi bo'lgan, ya'ni duo mustajob qolibdi. Bilol Habashi ham shafaat qilishlikka, necha zotlarni shafaat qilishlikka Alloh taolo tomonidan izn, ya'ni marhamat bo'lgan ekan. Mana shunaqa Alloh taoloning Rauf va Rahim degan sifatlari qalblarga javob bo'lgan janob Rasululloh butun umrlarini siz bilan bizga baxshida qilib o'rganlar. Yo masalan, azob chekdim, menga bo'lmas ekan deb aytmadilar. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam to'g'risida tangli qiyomatda astaizu billah la yatakallamuna, tangli qiyomatda hamma turibdi, hech kim so'zlamaydi. Illa magar so'zlaydi man azina lahur rahman, kimga izn bersa Rahmon sifatli Alloh taolo o'sha so'zlaydi. Va yana janob Rasulullohga izn bo'lar ekan. "Ey meni habibim, gapirdir ekan tangli qiyomatda, nima deysan? Parvardigoro, meni ummatim jannatga kirmaguncha men jannatga kira olmayman. Ummatim jahannamda azoblansa men jannatda qanday rohat qilaman? Menga va'dang bor edi, ummatingni, ya'ni ummatingga shafaat qilasan degan izn berilishi menga aytilindi. Shafaat izmini menga bergin Allohim" deganda, "Meni so'zim haq.
ey mani habibim, ummatingni chaqir va jannat sari yetaklar olib ketgin deganda, ya ummatim deganlarda Allohu akbar deb o'rnlaridan turib bir-birlarini sevinch yoshlaridan tabriklab, ya'ni guruh bo'lib janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam orqalaridan jannat sari yetalanib ketaveradilar va shu so'zni esinglardan chiqazmanglar. Ya Rasululloh, 124 ming payg'ambar bo'lsa, ularning soni sanoqsiz ummatlari bo'lsa, ummatingizni qattan tanib olasiz deganlarda, faqat tahorat izlaridan degan ekanlar. Bizga Alloh taolo tahoratni ibodat maqomida bergan. Tahorat qilgan izlaringizdan nur chiqib turar ekan, mana ummatimdir ekanlar. Betahorat, benamozlar kim qilar ekan, ya Rasululloh, men sizni davringizda keluvdim. Tahorati yo'q, izi yo'q. Xamirdan qil sug'urgandek farishtalar sekin sug'urib olib jahannamga olib borib ketaverar ekan. Ya'ni janob Rasululloh uyalib qolmasinlar deb. Shuning uchun bitta shior umrbod esingizdan chiqazmang. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "At-taharatu miftahis solah va innas solata miftahil janna." Tahorat namozning kaliti. Namoz bu jannat kaliti. Tahorat yo'q, namoz yo'q, jannat yo'q. Shuni unutmang. Biz bandalikka kelganmiz. Abdu degani qul degani. Ruslarda ham aytuvzu ali rabboji deb, rabbochi degan so'zdan olingan. Biz Alloh taologa qulchilikka kelganmiz. Qo'limizdan kelgancha ibodat qilib Allohni rozi qiling. Mehnat qilsangiz mehnatingizga baraka, xonadoningizga nur, barakat, tanajoningizga salomatlik ato qiladi. Meni deganlarni deydi Alloh, men yo'qlayman. Salom alaysiz qolmaydi. Sizlar salom beringlar, men sizlarga mukammal oliy ali olaman, ikki dunyoda aziz qilib qo'yaman deb Allohning va'dasi bor. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ey bor Parvardigoro, bu dunyoda mehmonmiz, o'lim haq, sana amr rahmating bilan kelganmiz. O'zingga sig'inib so'raymiz. O'zingni tanitib qalbimizga iymon solganingga alhamdulillah. Habibingga ummat qilib yaratganingga beadad alhamdulillah. Xudoyo xononda shu yo'lda sabit qadam qilgin. Shayton vasvasasidan barchamizni o'zing omon tutib aylagin, toki tangli qiyomatda seni bu dunyoda bergan ne'matlaringni rizo qilgan ahli insof, ahli iymonlar qatorida turib rahmatingga va jamolingga musharraf aylagin. Butun olam musulmonlar qatori siz bizni Alloh duolarimizni, ibodatlarimizni qabul aylab, ikki dunyoda saodatli aylasin. Bifazlika va karomik